العوالم كيف ذقت سعادة. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Bu nefsinin mi? Müslümanlar üstünde hakkı var. Nefsimizden, ruhimizden, aklımızdan, cinimizden bizden üstümüzde hakkı var. Hak, tövhid. Hakkullah, Allah'ın hakkı. Hakkul abd, bendenin hakkı. Hakkul nefs, nefsimizin hakkı. Hakkul mahlukat, bizgi tava, koykala, delderak, lanan hakkı. Bizgi tava ne olgan bolsak, kuş bakkan bolsak, belik bakkan bolsak, onun hakkı var. Mana bir şeydi ki biz tilgilip ötken üçüncü hak hakkun nefs. Bu şu nefsimizden bizden üstümüzdeki hak. Birinci en mühim orun turgan hak kaysı? Hakkullah, Allah'ın hakkı. Anadığın kim? Kırındaşlarımızdan hakkı, hakkul abd. Anadığın kim? Nefsimizden hakkı. Ahir türdüğünü mahlukatların hakkı. Demek nefsinin Müslümanlar üstünde hakkı var. Bunu hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari rivayet kılgan sahih hadiste Sadaka Salman, Salman rası etti, doğru etti de test kılgan sözü de Salman İbni Faris'in gibi bu. Nefsimizden bizden üstümüzde hakkı varlığını Resulullah ispatlagan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret kılgan muhacirlarını eşerik ensarlarla dostlaştırıp koydu. Şu çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret kıp gelgen Salman Faris radıyallahu anh'ını ensar olan Ebu Derda radıyallahu anh'la dostlaştırıp koydu. Bir günü Salman Faris radıyallahu anh'ı Ebu Derda radıyallahu anh'ın üyege mehman bulup kelgen vaxtida bir qanç işlerini bayqagan. Birisi ayali iş uy kiyimi bilan tug'anligini ko'rib, bu masalada bir Abu Darda radhiyallohu anhuga nasihat qilgan yeri bor. Ikkinchisi tomoqda yeyolib yeydigan vaqtida Abu Darda radhiyallohu anhu ro'z turganlik uchun yemay turgan bir ishi bor. Uchinchisi uxlayli deb yotgan vaqtida shu kechining beshida Abu Darda radhiyallohu anhu uxlamay turib olgan yeri bor. Keyin uxla deb uxlatib, yerim kechib yana turib olgan, yana uxla deb oxir 3dan 1 qolgan vaqtida birga turib ibodat qilgan bir qisalik bor. Bizga niyadek hazır kerak yer qaysi desa, şu demekçi ayollarning uyinin kiyimini kiyib yurganligi bir mezgil arayonlik munosabatini tashlab qo'yganligiga dalolat qilgan bo'lsa, shu yerda tamoq yemay turganligi, ko'proq ro'za tutishlar aytayotganligi dalolat qilsa, kechining tunji avvalgi vaqtlarda ibodat qilaman deganligi kechilarni bedor o'tkazayotganligiga dalolat qiladi. Mana bu masalalarda nafsininki haqqi ta'sir uchrayotgan ahvol bor bu yerda. Shu sababdan Salman Faris radhiyallohu anhu nima degan? Ve inna li nefsike aleyke hakka diye. Hakikaten Abu Darda nefsinin senin üstünde hem hakkı var diye. Bu biraz uzun eser. Resulullah'ın tasdikleşiyle hadisle elangan bu. Biz meyada hazır teyimiz münasebet yerine üzüp ilavatını şeyhim şunu keltirgenlik için. Abu Darda nefsinin senin üstünde hakkı var diye. Ayağın olan mı nefsinin hakkını kandırdığın bir hakkı var. Yemek içmekte mi var, uykuda mı var diyen bir işaretler var bir yer. Demek müşahidisinin delili bilen Resulullah'ın diyor ki bunu anlagan diyor ki Sadaka Salman rası etipti, doğru etipti dep tasdiqlagan İmam Bukhari bizimki Sahih Bukhari kitaplarında keltirgan. Demek mana bu yerda nima desa, nefsimizden bizden üstümüzde hakkı var ki. Xo'sh, ama bu yerda ikki xil xato tushunish kelib chiqadi diqqat qilmasak qardoshlar. Havarijlar, murjilar va nurg'un azg'un toifalar dalim shaydan kelib chiqqan. Yahud nasaralar mu shu nuqtadan kelib chiqqan. Bir şey xatolashgan. Birincisi nima desa, ba'zilar gumon qilib qoladi ekan, ondaqda nafsni qattiq ching turishimiz lozim ekan. U nafsining Alloh taolo fitrat qilib bekitgan huquqlaridanmi mahrum qoldirib, bu nafsga nisbatan bir qattiqlik qilishimiz kerak ekan, chiqroq turishimiz kerak ekan. Yigizmay, ishgizmay, kiygizmay, ayol kishi yaqin keltirmay, uxlatmay, riyozat chektirib, jafo chektirish lozim ekan degan bir xato tushuncha qildi. Buna Telbisul İblis'te Sofulanın ne kadar özünün nefsine zulüm sağlanlığını, riyazet çektirgenlikini tefsiri bayan kılan. 13 babı bilgen kitabının 10. babı bütün Sofulağa atalgan, Sofula özünün nefsine şu kadar zulüm kılan insanlar hikayelikini kitaptan ait tefsiri bayan kılan. Havarizler hemşi. Havarizlerin nefsine kelgende katlıqlık kılış terbi o. Bu birincisi. Nefsi katlıqlık kılıp yolda çıketkenler. İkincisi nefsiga arqonni kani qo'yib o'tish, bo'shaytib o'tish, yumshoq taraf suiiste'mol qilish. Uni kontrol qilishda sal qarash, nafsini boshqarishda sal qarash. Joiz, halol, bo'ladi degan tarafni chang tutib bo'shaytib o'tish. Bu nafsining shahvatlariga shung'ib kirib ketishiga ingimasdek xuddi shu Munqasimada o'qtimana. Ingimasdek shahvatlarga shung'ib kirib ketishiga yo'l qo'yish.
Telefonum şu yani. Ayollar meselesi şu. Namazda qilib kelayotgan, ayol bolalarning haq-huquqlari qilib kelayotgan, iymoniy so'rinlar tashlanib kelayotgan mol dunyo to'playman deb. Demak, nafsimizning bizning ustimizda haqqi bor ekan, buni to'g'ri yo'sinda hal qilmasak, yo buni ba'zi huquqlarini Alloh fitrat qilgan, ba'zi tabiatlarni cheklab qo'yib, qattiqlik qo'ydi ekanmiz, so'palardek, xavorijlardek va yoki uni kangri qo'yib o'tib, gunoh ma'siyatlarga tushib ketishiga sabab bo'ldi ekanmiz, murjilardek. Endi nafsini paklashning yo'li qarindoshlar yuqori qiladek bo'lmaydi. Qattiqlik qilish bilan bo'lmaydi va uni kangri qo'yib o'tish bilan ham bo'lmaydi. Bu shar'iy yo'l emas. Balki nafsini paklash nima bilan bo'ladi desa, bil masaliki shar'iyya, shar'iy yo'llar bilan. Demak, shuni o'rganmoqchimiz. Bundan keyin to'xtalmoqchi bo'lgan 10 qoidamizda nafsini boshqarish, nafsiga siyosat yurgizish, nafsini kontrol qilishda qaysi shar'iy yo'llarni tutamiz degan masalaga to'xtalamiz. Ra'yimiz bilan emas, tajribamiz bilan emas, ishimizning cho'nqligimiz bilan emas, ishimiz o'tkazgan kunlar bilan emas, shar'iy yo'l bilan nafsini kontrol qilmasak, ya zulm qilib solamiz nafsimizga, yoki mayda uni baklam qo'yib o'tib, buni masalaga tushirib qolamiz. Endi bu yerdagi shar'iy yo'l nima bilan bo'ladi desa, bit tavassut val i'tidal. Bu nafsini kontrol qilishning yo'li birisi tavassut, ya'ni ifrat emas, haddi deyishma emas, tafrid. Bo'shaytib yetishma emas, ikkisining o'rtaligida. Vasat, ummatun vasat. O'rta hol. Ma barmoqni al-wusta deymiz. Nima uchun? Qolgan 4 barmoqning o'rtaga joylashganligi uchun. Asr namozini salatul wusta deymiz. Nimishqa? Qolgan 4 namozning o'rtaga joylashganligi uchun. Shuning bu yerdami? Bu nafsini shar'iy kontrol qilish uchun qanday qilish kerak qarindoshlar? O'rta hol. Adadashmay, lekin bo'shaytib o'tmay, o'rta hol. Val i'tidal. Va qanday mo'tadil. To'g'ri, durust yo'llar bilan. Fala ifratin va la tafrid. Chekdim, hadini mashru etmay, suiiste'molni qilmay. Balki nima bo'ldi bu yerda desa, nima lozim keldi desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafsini kontrol qilishdiki, yo'l yo'riq ko'rsatmalari va uning to'g'ri bo'lgan manhajini tutish to'g'ri keldi. Bu qisqa gaplar, buningki o'rganamiz. Nafsini kontrol qilishni. Qisqa bo'lgan bu kitobda muhim bo'lgan 10 qoidani so'zlab o'taman deydi shayx. Bir musulmonga o'zining nafsini paklash va uni yetishtirish, rivojlantirish, uni har qanday pes qiladigan, xor qiladigan, chaqinlashtiradigan, ayb nuqsonlik qiladigan har xil qilmishlardan paklashlariga bu risola 10 qoida yordam qiladi deydi. Va Alloh taoladan nafslarimizni paklashni, amallarimizni isloh qilib berishni, so'zlarimizni to'g'ri qiladigan holatga yetkazib berishini Alloh taoladan so'raymiz. Amin. Va shuningdan bilan birga shayx yana keyin duo qilib o'tadi ekan, Alloh taolaning bizga haqni ko'rsatib berishini va u haqqa ergishishni rizq qilib berishini so'raymiz. Amin. Va Alloh subhanahu va taolaning bizni go'zal axloqqa va solih amallarga yetaklashini ham so'raymiz. Amin. Bizden o nefsininki yamanlıklarını ketkizişini, uzak kılışını, her türlü fitnelerinin yoşurun ve aşkarlardan bizni saklışını, nicatlık eriştirişini Allah Teala'dan sorayımız. Amin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Cezakallahu khairan.